Ey xudoyim, jiddiy sinovlardan o'tibsan do'stim. Taslim bo'lma, Michael. Rahmat, shunday qilaman. Link, sen nima deysan? Menimcha Link samolyotdagi ayolga oshiq bo'lib qolgan-u. U meni ayolim emas. Bu holda Sukrayga ayt, birortasini topsin. Ay, ko'p bidillama. Meni kechirasan do'stim, uzr. Kelinglar, mavzuni o'zgartiraylik. Nima, uylanib oilali odam bo'lish yomon emas? To'g'ri-ku, lekin hozircha buning imkoni yo'q. Bizni tashqaridan qulflab qo'yishdi. Seni topishdi. Rostdan qidiruv dedingmi? Senga buni aytgandik. Hazillashyapsizlar deb o'ylabman. Ya xudoyim. Bu yerdan boshqa chiqish yo'li yo'q. Hamma palubaga ko'tarilsin. Qo'llaringizni ko'taring. Bo'ysuning, aks holda o't ochamiz. Kemangiz AQSh flotining nazorati ostida. Qo'nishimizga tayyorlaning. Harbiylar kelishdi. Sakrash kerak. Juda baland ekan. Bu yagona yo'l. Juda baland. Menda fikr bor. Lekin og'riqli bo'ladi. Allo. Hizr, salom. Gapirolmayman. Hozir borib Maykni olib kela olasanmi? Patrik Monro qayerda yashashini bilasan? Ha? Juda soz. Keyin hammasini tushuntirib beraman. Uni bu yerga olib kelma, tushundingmi? Sen uyingda qolaversin. Tez orada oldinga boraman. Menga yordam bera olasanmi? Ha, hozir yo'lga chiqaman. Senda hammasi yaxshimi? Yo'q. Olg'a. Tezroq. 6 kishi. Qolganlar ortimdan. Yana ikkita. Ketdik. Men o'ngga, sen chapga. Olg'a. U xonalarni sen tekshir. Bo'la qol. Och. Ular derazadan sakrashibdi. Suvga sakrashibdi. Biron narsani ko'ryapsanmi? Hech kim yo'q. Alfa 1, Alfa 2 ni sohilga jo'nating. Hoziroq. Tushundim. Bo'ldi yeshinglar. Ismi nima? Fernando Sucre. Men jamoa a'zosiman. Birodar, bunga meni aloqam yo'q. Reyestrda Fernando Sucre'ni toping. Bunday ism bor. Uni kapitanning oldiga olib bor. Xuddi shunday. Ketdik. Bu kemadan hech kimni chiqarmang, tushunarlimi? Xuddi shunday. Hech qanday autistni bilmayman. Uning ismi Scofield. Uni ko'rganimga ancha bo'lgandi. Telefon qilib olib ketishni so'radi. Gumondorlarni muhandislik bo'lmasdan qidiryapmiz. Uni kuzatib tur. Uning familiyasi Scofield. Sucre bu eshik haqida gapirganda. Ana ular. Qamirlamang. Tezroq bo'linglar. Ularni qurshab oldik. Tezroq qochdik. Bo'linglar. Eshik ochilmayapti-ku. Eshik ochilmayapti. Ularni chiqishga majburlaymiz. Boshla. Yoshlantiruvchi gaz. Havo almashtirish tizimiga tushib qolsa, molimga zarar yetadi. Sucre, hammasi seni deb bo'lyapti.
Kemamga bu ablahlarni boshlab kelding. Do'stlaring qayoqqa ketishdi? Ular do'stlarimning tanishlari. Anchadan buyon ko'rmagandim. Lekin bir narsani to'g'ri aytdingiz. Balki janob harbiyga ulardan qanday yo'l kira haqini olganingizni gapirib berarsiz. Ehtimol ular meni emas, balki sizning do'stlaringizdir. Mayli, bo'ldi. Ular 17-konteynerni muhokama qilishganini eshitdim. O'sha konteynermi? Maxfiy yukingiz bo'lgan konteyner. Shundaymi? Qurol-yaroqlar emasmi? Vincent, nishonlar qurollangan bo'lishi mumkin. Buni bilib qolsa harbiylar juda ranjishadi. Vincent, Balkim sizni ham terrorchiga chiqarishar. Vincent, seni eshitmayapman. Nima deding? Iflos meksikalik. Oldindan rejalashtirgansan. Joyingizda qoling. O'n 17 hanuz ochilmadi. Kapitan. Men puertorikalikman. To'g'rida, eshityapsizlarmi? Ketdik. Olg'a, chaqqonroq. Nima bo'lyapti? Kema yo'nalishini o'zgartirdi. Bo'ldi yigitlar. Ortga yo'l yo'q. Ular qanday yo'l tutishini ko'ramiz. Asal oyimiz yodingdami? Ha, albatta. Men bilan juda samimiy eding. Fox Riverda sodir etganlaringni tan olding. Ba'zida Michael Scofield ismini eshitganingdan afsuslanganingni ham aytding. Hatto barchasini mendan yashirganingni ham tan olding. Oxir oqibatda bularni hammasini tarixda qoldirmoqchi eding. Yodimda. Yolg'oningni kechirdim. O'tmishingni. Seni qabul qildim. Mike bilan seni sevib qoldim. Nahotki shular ozlik qilsa? Alo. U meni yonimda. Xudoga shukr. Hammasi joyida. Uyga qaytyapmiz. Salom, oyi. Yezir, yaratganga shukr. Tez orada boraman. Boshqarish bo'lmasda hamma yoq ostin-ustin bo'lgan. Boshqarish paneli buzilgan. Jennerson, yo'nalishdan adashdik. Katta tezlikda Jazoir tomon ketib boryapmiz. Buni to'g'rilasa bo'ladimi? Vaqt kerak bo'ladi. U holda neytral suvlarni tark etib bo'lamiz. Lochin bir buyruqlarni so'rayapti. Bizda muammo chiqdi. Ha? Harbiylar Autisni yo'q qila olishmadi.
Kemani boshqarish paneli buzilgan bo'lib chiqdi. U bortdagi odamlarimiz bilan Jazoirga ketyapti. Agar ular o'sha yerda qolishsa, xalqaro mojaro yuzaga kelishi mumkin. Flot ularga chekinish buyrug'ini berdi. Yaxshi, harbiylar eplolmadimi? Endi barchasini o'z qo'limizga olamiz. Qilich bilan tankka qarshi turib bo'lmaydi. Uni o'zim bir yo'lik qilaman, rahmat. Janob. Sizga bir iltimosim bor. Fikrimga qo'shilasiz degan umiddaman. Ular nima qilishyapti? Ketishyapti. Nega? Qochdik. Yo'q, xudoyim, yo'q. Hoy, buni ushla. Mayk sen yetolmaydigan joyda. Hammasi tugadi. Bu hayot, yolg'on, niqoblar. Sen menga hammasini aytib berasan. Aslida kimsan? Biz qanday hayot kechirganimiz haqida ham. Bu hayot edi. Sara, hech narsa tugamadi. Umuman tugamadi. Maykga hech narsa tahdid solmayotgan edi. Uni yaxshi ko'raman. U meni oilam. Uni voyaga yetkazdim. Nimalar qilib qo'yding? Yo'q, Sara, sen nimalar qilib qo'yding? Bularning barchasini chetlab o'tishimiz mumkin edi. Yaxshi o'tirdinglarmi? Ha, oyim olib ketgani keladimi? Ha, Mayk. Michael o'ldi. Sayohating meni to'g'ri uni yoniga yetaklab bordi. Shuning uchun bu seni aybing, Sara. Hizr bilan o'ylagan rejang ham ish bermadi. O'g'lim qayerda? Meni qo'limda. U bilan tahdid solmoqchi emasdim. Lekin buni hammasi to'pponchani tushirishingga bog'liq.